Barchaga salom do'stlar. Sovet ittifoqi hududida ko'plab yashirin obyektlar va ularda sirli voqealar bo'lib o'tgan. SSR parchalanganidan so'ng maxfiy obyektlarning ko'pi portlatib yuborildi. Ayrimlari evakuatsiya qilindi va boshqalari shunchaki tashlab qo'yildi. Ularning mavjudligi SSR tomonidan sir saqlab kelingan. Odamlarning qiziqishi esa so'nmaydi. Shuning uchun ko'plab jurnallar eng sirli voqealar va joylar ro'yxatini tuzib keladi. Sobiq razvedkachilarning xotiralari esa ayniqsa qimmatli ma'lumotlar hisoblanadi. Amerikaning Foreign Policy jurnali Sovet ittifoqining sirli joylari hamda yashirin o'tkazgan eksperimentlari haqida maqola chop etgan. Biz bugungi dasturimizni ushbu maqola asosida sobiq ittifoqning yashirin eksperimentlari va sirli obyektlariga sayohat qilamiz. Videoni boshlashdan avval kanalga obuna bo'lishni va bir dona like bosishni unutmang. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, qani ketdik. Rossiyaning janubida hech qanday xaritada mavjud bo'lmagan shahar mavjud. Unda to'xtaydigan avtobus liniyalari va uning mavjudligini tasdiqlovchi yo'l belgilari yo'q edi. Undagi pochta manzillari Chelyabinsk 65 deb ko'rsatilgan. Garchi u Chelyabinskdan deyarli 100 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lsa ham. Uning hozirgi nomi Ozersk bo'lib, unda 10 minglab odamlar yashaganiga qaramay, shaharning mavjudligi hatto Rossiyada ham 1986-yilgacha noma'lum edi. Maxfiylik bu yerda ishlatilgan yadro yoqilg'isini qayta ishlash zavodining mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan. 1957-yilda ushbu zavodda portlash sodir bo'lgan, ammo maxfiylik tufayli ofat Ozerskdan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan shahar nomi bilan atalgan. Ushbu shahar SSRdagi o'nlab maxfiy shaharlardan biri bo'lgan. Ayni paytda yana 15 ga yaqin shahar hali ham maxfiylik ostida qolayotgani taxmin qilinadi. Borgan sari ochiq va globallashib borayotgan dunyoda ko'pchilik yopiq shaharlarni tark etmoqda va bu shaharlar qancha vaqt yopiq qolishi noma'lum. Biroq bu shaharlarning ko'pchiligi o'zlarining asl vazifalarini bajarishda davom etmoqda. Bu plutoniy ishlab chiqarish yoki harbiy qurollarni ishlab chiqarish va shu kabi davlatning sirli vazifalarini bajarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sovet davrida Orol dengizi o'rtasida biologik qurollarni yaratish va sinovdan o'tkazish bilan shug'ullanuvchi harbiy bioinjineriya instituti majmuasi joylashgan edi. Bu shunday maxfiy darajadagi obyekt bo'lganki, u yerda ishlaydigan xodimlarning ko'pchiligi qayerda ishlayotganliklarini aniq bilishmagan. Shaharda tadqiqotchilar va harbiylarning to'liq avtonomiya sharoitida yashashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Orol quruqlikda va dengizda harbiylar tomonidan juda qattiq qo'riqlangan. 1971-yilda laboratoriyada biologik qurol ishlab chiqarilgan va ochiq havoda sinovdan o'tkazilgan. Biologik qurol chechak epidemiyasini keltirib chiqargan va o'shanda o'nlab kishi kasallandi, 3 kishi vafot etgan. Yuzlab odamlar esa karantinga olinib, chechakka qarshi emlangan. Bu voqea haqida faqatgina 2002-yilga kelib keng ma'lumotlar tarqalgan. Chunki biologik qurol ishlab chiqarish va ularni ishlatish butun dunyoda taqiqlangan. 1992-yilda butun obyekt yo'q qilindi. Bir muncha vaqt u arvoh shaharcha bo'lib qoldi, to uni tadqiqotchilar qidirib topmagunicha. Orolda amalga oshirilgan maxfiy ishlanmalarning taqdiri hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. O'sha paytlardagi dunyodagi eng katta yadroviy falokat. Odamlar yirik yadroviy falokatlar haqida eshitganida ko'pchilik uchun Chernobil yoki Fukushima esga tushadi. 3-yadroviy ofat 1957-yilda Rossiya janubidagi Kishtim shahri yaqinida sodir bo'lgan. Kishtim avariyasi haqida kam odam biladi. Chernobil avariyasida bo'lgani kabi falokatning asosiy sababi noto'g'ri loyihalash, ya'ni ta'mirlab bo'lmaydigan sovutish tizimining qurilishi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, radioaktiv chiqindilar saqlanadigan idishlardagi harorat 350 gradusgacha ko'tarilgan. Natijada portlash sodir bo'lib, radioaktiv moddalar 20 ming kvadrat kilometr masofaga tarqalgan.
Yaqin atrofdagi hududlar evakuatsiya qilinganidan keyin 11 ming kishining uyi vayron bo'lgan. 270 mingga yaqin odam radiatsiya ta'siriga uchragan. Faqat 1976-yilda g'arbga ko'chib ketgan sovet muhojiri g'arb matbuotida birinchi marta falokat haqida gapirgan. Markaziy razvedka boshqarmasi falokat haqida bilar edi, ammo buni sir tutishgan. Faqat 1989-yilda Chernobil avariyasidan 3 yil o'tgach, Kishtimdagi halokat tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Ikronoplan 1966-yilda Amerika razvedkasi qurilishi tugallanmagan rus gidrosamolyotining ma'lumotlarini qo'lga kiritdi. Samolyot Qo'shma Shtatlar ega bo'lgan barcha samolyotlardan kattaroq edi. U shunchalik katta ediki, mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunday qanotlari samolyotning yaxshi uchishiga imkon bermagan. Samolyot dvigatellari qanotlaridan ko'ra burniga yaqinroq bo'lgani ham g'alati. U suvdan atiga bir necha metr balandlikda uchadigan samolyot va kema aralashmasiga o'xshash transport vositasi bo'lgan. Loyihaga katta mablag' ajratilganligiga qaramay, uni ishlab chiqishda ishtirok etganlarga qurilma nomini tilga olish ham taqiqlangan. Kelajakda bu qurilmalar albatta foydali edi. Ular yuzlab askarlarni yoki hatto bir necha tanklarni soatiga 500 km tezlikda olib yurishlari mumkin bo'lgan. Shu bilan birga radar tomonidan sezilmaydi hamda eng yaxshi zamonaviy yuk samolyotlaridan ham tejamkorroq bo'lishi taxmin qilingan. Ikronoplanning tomida 8 ta reaktiv dvigatel va 6 ta yadro kallaklari bilan jihozlangan. Sovet ittifoqida yangi maxfiy raketa R-16 uchirilish uchun tayyorlanayotgan edi. Raketada yangi turdagi yoqilg'idan foydalanilgan. Sinov vaqtida qurilma yonida ko'plab mutaxassislar bor edi. Raketadan nitrat kislotasi sizib chiqa boshlaydi. Bu holatda yagona to'g'ri qaror yaqin atrofdagilarning barchasini evakuatsiya qilish edi. Biroq buning o'rniga loyiha qo'mondoni raketani tuzatishga buyruq beradi. Portlash sodir bo'lganida ishga tushirish maydonchasidagi hamma halok bo'ladi. Qochishga uringanlar tiriklayin yonib ketgan. Bu hozirgacha tarixdagi eng dahshatli raketa halokati bo'lib qolmoqda. Portlash haqidagi mishmishlar SSRni qamrab olgan. Hodisaning birinchi tasdig'i faqat 1989-yilda paydo bo'lgan. Bugungi kunda o'sha voqeada tuzatishga buyruq bergan qo'mondondan tashqari ofatda halok bo'lganlarga bag'ishlangan yodgorlik o'rnatilgan. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha